Qadrli teletomoshabinlar, ana shunday musiqiy kayfiyat bilan Fayzli kun musiqiy teledasturini dushanba sonini ham boshlab oldik. Bugun efirda boshlovchilar Akbarali Xudoyberdiyev va Sabohat Uzoqova yaqin 1,5 soat daqiqada efiringizda mehmon bo'lamiz. Siz ham bizni yaxshi samimiy kayfiyatlar bilan kuzatishda davom eting deymiz. Shunga oldinda qiziqarli suhbatdoshlarimiz bilan suhbatlar bor, sahifalar bor va ajoyib tabriklar va musiqalar bilan davom etamiz. Bizning asosiy maqsadimiz ham aslida shu, ya'ni tomoshabinlarimizga kayfiyat uyg'otish. Fayzli kun musiqiy dam olish dasturi Sabohatxon aytib o'tganlaridek ajoyib bir musiqalar bilan birgalikda suhbatdoshlar bilan bir mazmunli suhbatlarni ham ulashishdan to'xtamaydi va bunda davom etadi. O'z navbatida ham bugun mehmonlarimiz bor, ya'ni Shahrisabz davlat pedagogika institutidan kelishgan. Ularni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, o'rtada o'tiribdilar Bahodir aka Omonov, ya'ni ushbu institutning ijtimoiy fanlar kafedrasi mudiri, shu bilan bir qatorda Sitora Azimova, Diloromova Ishquvvatova, Sardor Hammatov, Jahongir Sodiqov hamda meni yonimda o'tirgan Zarina Aralova talaba bo'ladilar. Biz esa suhbatni boshlaymiz. Albatta, erta tongdan Shahrisabzdan yetib kelish qanchalar qiyin bo'lsa-da, mana shuni uddalabsizlar. Avvalambor shuning uchun tashakkurlar, chunki kun yorishishi ham qiyin bo'lyapti, chunki qish faslining injiqliklari shundan boshlanadi. Umuman olganda kayfiyatlar qalay? Erta tongni yaxshi boshladingizlarmi? Bahodir aka, sizdan qariyb 100 kilometrdan kelishadi. Soat nechida uyg'ondingizlar? Hatto biz boshlovchilardan ham ertachi kelish qoyil lekin. Marhamat. Qo'limizga mikrofonni olib olamiz. Aha. Fayzli kun dasturi ijodkorlariga xayrli kun deymiz. Haqiqatan endi bizda ota-bobolarimiz azaldan tongdan turib ish faoliyatiga harakat qilishgan. Mana shu tongda turib ishga yo'naltirilgan har bir harakatlar hammasida baraka, fayz bo'ladi. O'shaning uchun biz yaxshi niyatda barakatli kun tilagan holatda mana bu dasturga harakat qildik kelishga. Erta tongdan haqiqatan ham yaxshi niyat bilan boshlangan kun davomida yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Bugungi rejalaringiz qanday bo'ldi? Bugunga qanday maqsadlar qo'ygansiz? Bugun haqiqatan endi har doimki rejalarimiz bor. Endi bizda birinchi masala ta'lim-tarbiya masalasi. Bugungi ta'lim-tarbiya tizimini o'sha rejaga muvofiq boshlash, ta'lim sifatini yanada oshirishga harakat qilamiz. Endi bugun dushanba kuni haftaning boshlanish kuni bo'lganligi sababli rejalar ham ko'p, ishlar ham ko'p. Shu ishlarni maromiga yetkazib olishni dushanba kundan boshlab yuborsak, Xudo xolasa menimcha haftaning oxirigacha chiroyli o'sha hamma barcha ishlarga bir muvaffaqiyatli hafta bo'ladi degan umidda harakat qilamiz. Bahodir aka, endi Shahrisabzda, o'sha Shahrisabz davlat pedagogika institutida bayram kayfiyati qanday? Shu qay darajada sezilyapti? Bayram haqiqatan kayfiyati boshlab yuborilgan. Har bir talabalarimizda, ustozlarimiz kayfiyati yuqori, a'lo darajada. Bu yil juda ham chiroyli yil bo'ldi. O'zi boshlanishidan mamlakatimiz uchun ham, o'sha institutimiz uchun ham, talabalarimiz uchun ham muvaffaqiyatli yil. O'shaning uchun bayram shukuhi yil boshidan hozirgi vaqtgacha o'sha davom etyapti. Bayramni ham juda chiroyli, munosib nishonlash, yangi yilni kutib olish uchun tayyorgarliklar ancha yuqori saviyada harakat qilinyapti. Talabalarimizda ham xursandchiligi ancha sezilib turibdi. Xo'sh, hamkasblaringiz bilan ham suhbatlashsak, marhamat, mikrofonni olsangiz. Sizda qanday boshlandi kun? Odatda har doim talabalar hamkasblar bilan boshlanardi. Bugun mana teletomoshabinlar bilan boshlanyapti. Jonli efirda ular sizni kuzatib turishdi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Fayzli tong dasturiga taklif qilganliklaringiz uchun biz Shahrisabz davlat pedagogika instituti xodimlari birgalikda tashrif buyurdik. Bugungi kunda yoshlarga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Shubhasi yo'qki, ya'ni hozirgi kunda ta'lim sohasida keng islohotlar amalga oshirilmoqda va bu jarayonni bevosita aytishimiz mumkinki, yosh olimlar, tadqiqotchilarga ham keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Shundan fursatdan foydalanib aytib o'tmoqchimizki, mana atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilinishi bu bejizga bo'lmadi. Chunki atrof muhitda bo'layotgan jarayonlarni, sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida hamma baxabar bo'lib turibdi. 2025-yilda amalga oshirayotgan eng muhim ishlarimizdan biri yosh olimlar sifatida ustozim bilan birgalikda mustaqil tadqiqotchi sifatida ekologik globallashuv sharoitida ekologik ta'limni
ekologik ta'limni o'sha ijtimoiy ahamiyati mavzusida ilmiy tadqiqot olib bormoqdaman. Qisqacha mazmuni nimadan iborat endi mana shu? Tadqiqotda asosiy mazmuni shunday iboratki, ekologik ta'lim jarayonida faqatgina bu yerda insonni, ya'ni ma'lum bir darajada o'sha antropogen jarayon, ya'ni inson omili degan tushuncha bor. Buni o'rniga biz ko'proq hozirgi kunda o'sha foydalanadigan o'sha ekologik ta'lim jarayonida o'sha boshqa fanlar bilan unifikatsiya qilish jarayoni va boshqa sohalar, ya'ni ijtimoiy ya'ni institutlarning faol ishlashi kerakligi to'g'risida va ayniqsa o'sha mahalla, keyin jamoatchilik va tashkilotlarning o'sha samarali faoliyat yuritishi. Bundan tashqari ekologik ta'limni faqatgina o'sha ekologiya, biologiya fanlari bilan emas, balki boshqa aniq fanlarda ham, tabiiy fanlarda ham shu jarayonda qo'shish imkoniyati, keyin xalqaro tajribalarni o'zimizga keng joriy etish masalasiga ham alohida to'xtalib o'tildi. Bunda misol aytib, Xitoyni olishimiz mumkin xalqaro tajribalarda. Bundan tashqari o'sha Daniya tajribasi, Finlandiya tajribalarini o'sha STEM dasturlarida jarayonda o'sha ta'limga ko'proq yo'naltirish asosiy masala sifatida ko'rilmoqda. Ajoyib. Himoya yaqinmi? Shu yilga yakunigacha ulgurasizmi yoki keyingi yilga qoladimi endi? Himoya, ya'ni himoya qilish jarayoni keyingi yilda albatta hali davom etadi, chunki tadqiqot o'rganish ishlari olib borilmoqda. Albatta. Bir qancha so'rovnomalar o'tkazildi va unda aholining ekologik savodxonligi darajasi qay holatda ekanligi, mahallada o'sha ekologik o'sha dasturlarda qanday faol ishtirok etayotganligi, yashil makon dasturi nima ekanligi, yashil iqtisodiyot nima ekanligi to'g'risida bir qancha so'rovnomalar o'tkazildi. Tadqiqot ishi hali davom etmoqda. Men sizni yo'nalishingizdan kelib chiqib bir savol bermoqchiman. Ayni paytda ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha ko'plab demak amaliy ishlar, nazorat, reyd tadbirlari olib borilyapti. Shu o'zini qanday bir samarasini beryapti deb o'ylayapsiz mana oxirgi paytlarda? Va ta'lim haqida gapirdingiz. Odamlarga ekologiyani asrashni ta'lim etish, ya'ni ta'lim tarbiya berish kerak deb o'ylaysizmi? Buni qanchalik zaruriyati bor? Albatta, bunda o'sha biz aytib o'tdik, quyi bo'g'indan yuqoriga qarab albatta hamkorlikda ish olib borilishi kerak. Masalan, o'sha keng jamoatchilik, ya'ni mahallada faol ish olib borilishi, misol aksiyalar tashkil etilishi, volontyorlik guruhlari orqali ularda o'sha men degan tushunchani, biz degan, ya'ni o'sha jamoaviylik tushunchasini yaxshi shakllantirish kerakligi. Bunda asosiy ko'rilayotgan masalalardan biri bu o'sha ota-onalarning dastlabki bolalarga beradigan tarbiyasi va tarbiya orqali shakllanadigan ta'lim jarayoni sifatida, keyin maktabgacha ta'lim sohasida, maktab ta'limi va undan keyingi uzluksiz ta'lim jarayonida bog'lab olib borish kerakligi alohida aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Sizga himoya jarayonlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Keyingi dasturimizga kelganingizda albatta shu himoya qilib yaxshi natijalar bilan davom etasiz degan umiddamiz. Xo'sh, hamkasblardagi kayfiyat qalay? Yana davom etamiz. Sizga qanday yil bo'ldi bu yil? Natijalar qoniqtirdimi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kelganingiz uchun bexatar minnatdormiz. Yaqinroq olamiz. Demak, ta'lim haqidagi islohotlar haqida gapirganda biz avvalo konstitutsiyamizning 1-moddasini eslashimiz shart, ya'ni O'zbekistonda yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda suveren demokratik davlatdan birgalikda ijtimoiy davlat sifatida e'tirof etildi. Bu boradagi ishlarning asosiy maqsadi bu ta'limga qaratilgan. Demak, ta'lim sohasidagi islohotlarda aynan o'sha investitsiya ko'proq yoshlarga e'tibor qaratilmoqda va e'tibor qiladigan bo'lsak raqamlarda bugungi kunda o'sha harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasigacha borib maqsadlarimizga e'tibor qiladigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim qamrab olish 27% dan 78% ga oshdi. Oliy ta'limni qamrab olish esa oxirgi o'sha 10 yillikda 9% dan 48% ga ko'payganini ko'rishimiz mumkin va bizni jamoamiz mana shunday ta'lim fidoyilarini, pedagoglarni tayyorlab bermoqda Shahrisabz davlat pedagogika instituti va mana shu o'quv yilida ham juda ko'p yutuqlar, o'sha olimpiadalar yoki biz bir qancha o'sha dissertatsiyalarni muvaffaqiyatli himoyasini ko'rishim mumkin. O'zim ham o'tgan yil efirlaringizda mehmon bo'lgandim. Xuddi aytganingizdek, mana shu 2025-yilda ekologiya sohasida
o'sha ilmiy ish qilib, chunki bilasiz 2025-yilni ham atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili deb nom olgani bejiz emas, chunki bugungi kunda eng dolzarb muammo sifatida qaralmoqda va Shahrisabzda pedagoglarni tayyorlash bilan birga ekologiyaga biz masalan yashil makon dasturlarini amalga oshiramiz va shu bilan birgalikda ekologik madaniyatni yoshlarga shakllantirish uchun bir qancha o'sha dissertatsiya, magistrlik ishlarini ham olib bormoqdamiz. O'zim ham o'sha ekologik globallashuv davrida maktab o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish mavzusida 2025-yilda mana shu falsafa doktori diplomini qo'lga kiritdim va bu yil juda ham omadli keldi. Haqiqatan. Va o'sha hali to'xtaganim yo'q. 2025-yil yakunlariga va undan keyin ham mana shu faoliyatni yanada davom ettirishga harakat qilib kelmoqdaman. Tabriklaymiz bu bilan. Juda ham yaxshi natija bo'libdi. Haqiqatan bir muvaffaqiyat. PhDni qo'lga kiritish bu zo'r, juda ham ajoyib. Endi shu o'rinda bir savol ham tug'ildi. Ya'ni o'sha maktab o'quvchilarida deyapsiz. O'sha nechinchi sinfdan boshlab, demak, mana shu fanni joriy qilish va ekologik madaniyatni shakllantirib borish o'quvchilarda muhim bo'ladi. Endi ekologik madaniyatni shakllantirish bu boshlang'ich sinfdan deb ilmiy ishimda yozilgan. Chunki biz tarbiyani oiladan boshlaymiz. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ham ekologik madaniyat bo'ladi. Lekin bola har doim nazoratda bo'ladi. Maktabga kelgandan keyin bolani o'sha biz so'rovnoma o'tkazganmiz. Bola aynan qaysi davrda ekologiyaga o'sha zarar yetkazadi deganda maktab davrida to'g'ri kelmoqda-da. Mana shu maktabni boshlang'ich sinfidan o'sha ekologik to'garaklar, ekologik kurslar yoki o'sha har bir o'qituvchi aynan o'sha biologiya sohasidagi yoki tabiiy fanlarda emas, balkim har bir darsda ekologiyaga o'sha ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni yoki o'sha atrof muhitni saqlashni ularga o'rgatsak, biz o'sha boshidan tarbiyani bersak, ertaga kelajak avlod uchun biz sof, musaffo ekologiyani biz saqlab qolishimiz mumkin. Albatta, juda ham yaxshi. Jamoangiz menda juda ham yaxshi taassurot qoldiryapti, chunki muvaffaqiyatlar juda ko'p ekan. Mana bu yerda esa yaltirab, ko'zga tashlanib, juda chiroyli bir nominatsiyadan yutilganmi bu? Marhamat, ustoz, siz ham buni qo'lga olib tushuntirib bersangiz, qanday g'alaba? Qo'shilgan albatta. Marhamat. Boshing egib ta'zim ayla, shukrona ayt. Seni guldek erkalagan chaman uchun osmonlarga yurgan bo'lsang, yerlarga qayt. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli kasbdoshlar, hammangizga xayrli tong, xayrli kun tilab qolaman. Men bu medallar bor shekilli buni ichida. medallar bilan keldim. Guvohnomasini ham olib, Va kameraga ko'rsatamiz. Dilorom opa, marhamat. Qanaqa medal, qanday sovrin, qanday natija? Medal va ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Yaqinda o'sha bizning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-yillik o'sha bayrami arafasida taqdirlandim. Bu ko'krak nishoni va diplomlar bilan. Albatta bundan juda ham xursandman. Bu o'sha bizga berilayotgan yanada yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Albatta yoshlar uchun, biz uchun keyin imkoniyatlar yaratilgan. Bundan biz ham foydalandik. Buni taqdirlanish anosi o'sha ilm fan yo'nalishi bo'yicha taqdirlandim. Biz o'zimizni yozayotgan o'sha ilmiy ishimiz mavzulari bo'yicha har xil yaxshi maqolalar to'plamlariga kiritib bordik va bunda yaxshi baholanib taqdirlandim. Sizda ilmiy ishingizni mavzusi nima edi? Nimani ochib bergan? Qanday yangilik bor unda? Meni ilmiy ishimni mavzusi o'zbek va rus mumtoz adabiyotida do'stlik konseptining lig va madaniy tahlili. Ya'ni o'sha rus adabiyotida va o'zbek adabiyotida do'stlik konsepti qanday o'sha yoritilgan. Mana shularni ochib beradi. Qaysi biri ustunroq ekan? Menimcha O'zbekistonlikning do'stlik rishtalari, tuyg'ulari mustahkamroq, to'g'rimi? Endi albatta o'sha biz o'qib ko'rganimizda o'sha Hamsa asarini Alisher Navoiyni endi mumtoz adabiyot deganda Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Navoiy asarlarini oldim men. O'sha Boburnoma asarini va o'sha Alisher Navoiyni Hamsa asaridan o'sha ayniqsa o'sha bizni ko'rilgan do'stlik aniq yoritib berilgan. Hamsa o'zida beshlik degani va mana shu Hayratul Abror anosida qismida do'stlik konsepti o'sha to'liq yoritilgan.
qanday inson komil shaxs bo'lishi mumkin o'qib yoki qanday o'ziga yaxshi taassurotlarni olishi mumkin, qanday mukammal shaxsni tarbiyalashi bunda o'sha Xayratul Abror dostonida ko'rsatib o'tilgan. Juda yaxshi mavzuni olgan ekansiz. Umuman o'zingizning shaxsiy fikringiz qanday? Do'stlik bu qanday tushuncha? O'zingizning yaxshi, yaqin do'stlaringiz bormi? Endi do'stlik tushunchasi avvalo inson shu hayotda yashar ekan, har bir inson o'ziga qandaydir maqsadlar, vazifalar, vafolilik qo'yishi kerakda menimcha. Shunday bo'lishi kerakki, bu hayot juda tez o'tib ketadi. Shunaqa. Unday bunday deymiz, lekin inson aslcha qolib hech qanday bir o'zgarmaslik kerak deb o'ylayman. Men do'stlikni albatta yaqin do'stlarim ham bor, ustozlarim ham avvalo bizni o'sha katta qilib dunyoga keltirib bizni mana shu kunlarga yetkazgan ota-onamiz, yaqin aka-ukalarimiz, bizni eng yaxshi do'stlarimiz, kasbdoshlarimiz. Mana shu Shahrisabz davlat pedagogika institutida ham juda ham ko'p eng yaqin insonlarimiz bor. Ularni bizni ustozlarimiz o'zlarini yaxshi tavsiyalarini berib, yaxshi ilmlardan o'rgatib, bizga do'stona munosabatda bo'lishadi. Bu uchun men ularga ham cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Ajoyib, gaplaringizdan sezilib turibdi. Jamoaviy muhit ham iliq, barchasi do'stlarga aylanib ulgurgan, to'g'rimi? Shundaymi? Fikrimizni tasdiqlaysizmi? Marhamat ustoz, siz ham o'z fikrlaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz boshlovchilar. Ozgina faoliyatimizga haqida gapiradigan bo'lsak, o'zim magistratura bosqichini Qozon Volgabo'yi universitetida tugatganman va 2023-yildan boshlab Shahrisabz pedagogika institutida faoliyatda biz yuritib kelyapmiz. Qanday vazifalar? Vazifalar ko'pincha biz xalqaro hamkorlikka yordam beramiz, rahbarlar boshchiligida. Endi qilingan ishlar keladigan bo'lsak, 2023-yildan boshlab Qozon Volgabo'yi universiteti bilan biz shartnomani yo'lga qo'ydik. Hozirda bu universitet top 5talikka kiradi. Buni albatta ta'kidlab o'tish joiz. Shu bilan birgalikda stajirovkalar, malaka oshirish, talabalar almashinuvi va xalqaro konferensiyalarni birga yo'lga qo'yib kelyapmiz. Masalan, 2025 ushbu yilda Qozon universiteti bilan juda katta IFT, ya'ni zamonaviy ta'limda o'zgarishlar nomli katta konferensiyani biz bo'lib o'tdi, tashkil etdik. Shunda shu Qozondan Rossiya Federatsiyasidan nafaqat u yerdan Gretsiya, boshqa ko'plab mamlakatlardan 50 dan ortiq olimlar tashrif buyurdi. Buni ko'rsatib turadiki, masalan O'zbekistonda xalqaro hamkorlik, ya'ni ta'lim sifati yana ham rivojlanayotganini ko'rsatib turadi. Va Shahrisabzda bo'ldi. Shahrisabzda bo'lib o'tdi. Bizda 2 kun mehmon bo'lishdi. Katta bir voqea desa ham bo'ladi. Chunki birinchi marta katta shunaqa konferensiyani yo'lga qo'ydik. Demak, siz uchun ham omadli, muvaffaqiyatli bo'ldi. Muvaffaqiyatli, omadli bo'ldi. Endi hozir Sardor aka studiyamizga bilasizmi, bezga gitara ko'tarib kelmadilar. Mana shu yerda bir lirik chekinish qilgan holda, masalan, san'atingizdan bahramand bo'lsak bo'ladi, marhamat gitarani qo'lga olib. Bekorga olib kelmagan bo'lsangiz kerak. Albatta. Endi ilm fandan tashqari ham, masalan, o'zimiz uchun deydimi, dam olish uchun talabalar bilan birgalikda biz chiqishlar, tadbirlarda yoki ko'girilib tashkil qilganmiz. Hamkasbim Diloromxon bilan rus tili va adabiyoti kafedrasida faoliyat olib bormoqda biz. Shunda talabalar bilan birgalikda qo'shiqlar kuylab, tadbirlarda chiqishlar qilib ko'ramiz. Nasib bo'lsa, endi kuylab bermasangiz bo'lmaydi, olamiz qo'lga. Marhamat, men sizga mikrofon Chiroyli ushlab musiqa yordam bilan beraman. bir mazza qilib kayfiyatni ko'tarib olamiz, joyimizga o'tirgan holda. Небо жизнь свою, как кинопленку, прокрутить на 10 лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад. Вижу день наискосок, рыжий берег полоской ила, я готов целовать песок, по которому ты ходила. Снова тень наискосок, рыжий берег полоской ила, я готов целовать песок, по которому ты ходила. А когда весенними ночами, часто думая, что я влюблен,
Я твоими черными очами был тогда, как птица окрылен. Вижу тень наискосок, рыжий берег полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Небо стать синей, синей птицей, петь не хуже, чем все соловьи. Не целуйся, слышишь, не целуйся, не целуйся, слышишь, без любви. Вижу тень наискосок, рыжий берег полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Снова тень наискосок, рыжий берег полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Rahmat, yaxshi Faqat kayfiyat kayfiyatni ulashdik. ko'taradigan, bir energiya beradigan Albatta. qo'shiq ekan. Bo'layotgan boshlanishi bizga yana boshqa nima deydi, bayramona kayfiyat ulashuvchilardan hali yana aytasiz. Bittagina talabamiz qoldi, u bilan ham yaqindan tanishib olaylik. Keyin yana davom etamiz. Marhamat, Zarina Aralova. Marhamat, Zarinaxon, kayfiyatlar qalay? Yaxshi, rahmat. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Yuqorida ustozlarimiz ta'lim sohasidagi yangiliklar haqida ko'p bora ta'kidlab borishdilar. Undagi amaldagi isbotini o'zimda ham aytib o'tmoqchiman. Ya'ni 2024-2025-yilda prezidentimiz tomonidan grant dasturlarini qayta taqsimlash bo'yicha ishlar amalga oshirib borildi. 2024-yil 1-kursda kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan bo'lsam, 1 yil davomida o'qiganligim, ma'rifiy ishlarda, tadbirlarda yaxshi qatnashganligim boisi 2-kursdan qayta taqsimlash jarayonida grant 2-kursdan grant bo'yicha o'qiy boshladim. Ajoyib. Va keyin yoshlarimizga institutimizda iqtidorli talabalarni faoliyatini yaxshilash bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilgan, ya'ni qo'shimcha stipendiyalar ham mavjud. Bunda nomli davlat stipendiyalari, prezident stipendiyalari, yil talabalari kabi ko'plab yangiliklarni aytib o'tishimiz mumkin. Masalan, 2025-yil yil talabasi bo'lib o'tdi va unda eng yaxshi targ'ibotchi bo'yicha 1-o'rinni qo'lga kiritdik. Ajoyib. Va respublika bosqichini ham qo'lga kiritdik. Bu esa keyingi faoliyatlarimizda albatta motiv hisoblanadi va hozirda esa ko'plab uslubiy qo'llanmalar, maqola to'plamlari va ko'plab maqolalar ilmiy rahbarim bilan birgalikda amalga oshirmoqdamiz. Bu uchun albatta birinchi navbatda o'sha yoshlarimizga ilmiy salohiyatni oshirish borasida prezidentimiz ko'plab yangiliklar yoki bo'lmasam biz uchun ko'plab imkoniyatlar ajratmoqdalar. Buning uchun albatta prezidentimizga birinchi navbatda tashakkurnoma o'zimizni izhorimizni bildirib o'tamiz. Albatta. Talabalar faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, talabalar faoliyati albatta har bitta talaba uchun ilmiy rahbarlar mavjud bo'ladi. Ya'ni o'sha ilmiy rahbarlari bilan birgalikda ular o'z ilmiy ishlarini, ya'ni magistratura, doktorantura vaqtida emas, balki 1-kurs, 2-kursdan boshlab o'z ilmiy ishlarini amalga oshirish imkoniyatlari mavjud. Bunda masalan o'zimni ham, ya'ni ekologiya mavzusi meniki ham, bu uchun esa hozirgi kunda bilamizki, global muammolar sirasidan biri hisoblanadi ekologik muammo va shuni bunday muammolarning yechimini topish uchun albatta boshidan boshlashimiz va har bitta muammoni boshidan o'rganib borishimiz lozim. Va hozirgi kunda yoshlarimizga ta'lim sohasida ko'plab yangiliklar, imkoniyatlar yaratilganligini ko'rsatish mumkin. Albatta, Zarinaxon, barcha talabani o'zini maqsadlari bo'ladi. Siz deyarli hamma maqsadlarga erishib bo'libdi ekansiz. Mana magistraga kirishga ham aniq yo'llar aniq. Mana respublika bosqichida g'olib bo'libsiz. Ajoyib mukofotlar berishadi. Mana shunday mukofotlarni birinchi kimlar bilan bo'lishdingiz? Kimga xursandchiligingizni aytdingiz? Albatta, bunday mukofotni birinchi navbatda ota-onam bilan bo'lishaman, chunki meni shunday o'qishlarimga, ilmiy faoliyatimga ko'mak berishgan, moddiy, ma'naviy taraflama ham yordam berishgan ota-onam hisoblanadilar. Keyin ilmiy rahbarim, ustozimga birinchi navbatda rahmat aytaman. Keyin o'sha kafedra ustozlarimizga, menga boshidan o'rgatishgan, hamma narsani to'g'ri yo'lni ko'rsatishgan ustozlarimga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Zarinaxon, mana bu qo'llanmalarni ham adashmasam siz olib keldingiz. Bular haqida ham ma'lumot bersangiz, marhamat, qo'limizga olgan holda. Statuetka ham ko'rinyapti bu yerda.
ko'krak nishoni bor shekilli. Buni aytib o'tadigan bo'lsak, bu uslubiy qo'llanma ilmiy rahbarim bilan birgalikda chiqargan bizni kibermakonda missionerlik, prozelitizm va prozelitizmning ijtimoiy siyosiy xavfi haqida aytib o'tilgan. Bu esa ekologik muammolar va ularning yechimi haqida maqolalar to'plami chiqqan. Bu to'plamdan albatta kutubxonamizda mavjud va undan talabalar xohlagan vaqtda foydalana olishlari ham mumkin. Ya'ni bunday maqolalar to'plami, uslubiy qo'llanmalarni chiqarishdan foyda albatta talabani o'ziga ham va boshqa talabalarga ham o'rnak sifatida ko'rsata olishimiz mumkin. Ajoyib. Statuetkamiz yaltirab turibdi. Buni qachon qo'lga kiritdingiz? Bular esa konferensiyada El-yurt fidokori konferensiyasida albatta maqolam chiqqan va o'shaning uchun ham shunday statuetka diplomlar bilan mukofotlanganman. Ajoyib. Bunday natijalaringiz ko'paysin deymiz. Zarinaxon, odatda vaqtingizni qanday taqsimlaysiz, qanday reja qilasiz? Shuncha ishlarga ulgurayotgan ekansiz. Albatta, buni hammasi rejalangan. Ya'ni bundan tashqari til o'rganmoqdaman hozir ham ingliz tilini. Bularni albatta boshidan birinchi kun ertalab turganimda reja qilaman. Mana shu kuni darsga boraman, mana shu kuni repetitorimga boraman va mana shu kuni mana shunday vazifalarni bajaraman deb o'zimga maqsad qo'yaman va hamma maqsadim masalan 10 yilga rejani tuzaman va 10 yilga rejamni har bitta nuqtaga virgulgacha amalga oshiraman. Agar o'sha rejalarimni amalga oshirmasam, keyingi faoliyatimni qila olmay qolaman. 25-yilgi rejalar amalga oshdimi? To'liq? Albatta, amalga oshdi. Ketganlar bormi? Yo'q, to'liq amalga oshdi. Nasib bo'lsa 26-yilda ham amalga oshadi. Juda ham yaxshi. Shunaqa iqtidorli talabalaringiz borligi bu sizning va bizning yutug'imiz. O'ylaymizki, teletomoshabinlarimiz uchun ham yaxshi motivatsiya bo'ldi. Mana shunday yoshlar bor ekan, kelinglar biz ham harakat qilaylik degan tuyg'u ularda ham uyg'ongan bo'lsa, maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Va o'z navbatda hozir tomoshabinlarimiz hukmiga ajoyib qo'shiqni ilinsak, yanada kayfiyatlarini ko'tarib olsalar, biz esa dasturimizda davom etamiz. Marhamat azizlar. Fayzli kun musiqiy dam olish dasturida odatdagidek ajoyib qo'shiqni tingladingiz va bu qo'shiq yanada kayfiyatingizga ko'tarinkilik ulashdi. Bizda esa fayzli dasturimiz davom etadi. Albatta, qo'shiqlarga ulanadi, chunki bizda bugun mehmonlarimiz nafaqat pedagog, balki o'zlarining mana shunday iqtidori bilan she'r yozishda, she'r o'qishda va ajoyib hikoyalar bilan, musiqalar bilan bizni dasturimizni ham bugun o'z iqtidorlari bilan bezatadilar degan umiddamiz. To'g'rimi? Albatta, bugun hozir qaysi sohada faoliyat olib borishmasin, ya'ni o'zlarida talant, iqtidor bormi, buni ko'rsatishyapti, namoyon etishyapti va bu uchun imkoniyatlar bor. Marhamat, demak aytmoqchisizki, bir yigitga 40 hunar oz deganlaridek. Xuddi shunday va yana qo'shiqqa navbat bersak, jonli ijroda sizdan boshlasak va Dilorom opa siz ham tayyor turing, ajoyib hikoyalarni sizdan ham eshitmoqchimiz. Mana shu davom ettiradilar. Yana talantlarni namoyon etaveramiz, marhamat. Birgalikda. Qanday qo'shiq tinglaymiz hozir sizdan? Ustozimiz Shuhrat Daryoning So'zlasang degan qo'shiqlari bor. Shuni hozir juda hikoya qilishga. Yaxshi tanlov. Birga agar yo'l bo'lishlaringiz mumkin birgalikda. Marhamat. Baxt kulib vaslingga bir imkon bo'lsa, sen u men kimsasiz bir makon bo'lsa, safti ishq, safti gul dilravon bo'lsa, sevgidan oshkora dillar qo'ylasam, so'zlasam, so'zlasam, tinglasang, so'zlasam, so'zlasam, tinglasang, bir umr maftunman desam sen kulsang, ishqingda tutqunman desam sen kulsang, laylisan majnunman desam sen kulsang, sevgidan oshkora dillar qo'ylasam, so'zlasam, so'zlasam, tinglasang, so'zlasam, so'zlasam, tinglasang. Nigohim nigohing bog'latib qo'ysak, yurakni yurakka joylatib qo'ysak,
qalb emas tillarni bog'latib qo'ysak, sevgidan oshkora dillar kuylasa, qalb esa so'zlasa tinglasam, so'zlasam tinglasang, bir umr maftunman desam sen kulsang, ishqingda tutqunman desam sen kulsang, laylisan majnunman desam sen kulsang, sevgidan oshkora dillar kuylasa, so'zlasam tinglasang, so'zlasam tinglasang. Ofaring. Yaxshi. Ajoyib. Endi mana shu yerda bitta taklif bor. Endi Xo'sh. hozir Sardor gitarani qo'ymaysiz. Hozir Sardorbek cover qilib qo'yiladilar. Lekin men o'z holidagi shu qo'shiqni bir aytib bermoqchiman. Ilhomlanib ketdingiz a? To'g'risi, Yaxshi hozir ijroni aytmasam davom ettirib. bo'lmaydi, jo'shib ketyapman, aniqrog'ini aytganda. Musiqasini chalib tursinlar. Ha, bo'lmasa. chalib tursalar juda yaxshi bo'lardi. Shunday. Qani sizdan bir Marhamat. eshitaylik Akbarali aka. Talantimizni namoyon Bu qilamiz. eksklyuziv bo'ladi. Qadrli teletomoshabinlar, Akbarali aka nafaqat boshlovchi, balkim qanaqa ijodkor ekanligini ham hozir bilib olamiz. Marhamat. Tanamizda. Qani ketdik. Baxt kulim vaslingga bir imkon bo'lsa, senu men kimsasiz bir makon bo'lsa, vasli gul safti ish ham ravon bo'lsa, hijrondan vayrona diling o'nglasam, so'zlasam tinglasang, bir umr maftunman desam sen kulsang, ishqingda tutqunman desam sen kulsang, laylisan majnunman desam sen kulsang, hijrondan vayrona diling o'nglasam, so'zlasam tinglasang, so'zlasam tinglasang, nigohim boylatib qo'ysak, til emas qalblarni so'ylatib qo'ysak, til emas qalblarni so'ylatib qo'ysak, hijrondan vayrona diling o'nglasam, so'zlasam tinglasang, so'zlasam tinglasang. Yashang Mavlono, shunday iqtidorlaringiz ham bor ekanda. To'g'risi ozgina hayajon bo'ldi. Buning uchun uzr so'raymiz tomoshabinlarimizdan. Havaskorlarni kechiramiz, lekin ajoyib ijro bo'ldi. Yaxshi kayfiyat ulasha oldik, to'g'rimi? Dilorom opa, Endi siz ham Dilorom opadan davom etamiz. Sizda qanday qo'shiq eshitamiz? Men yaqinda onajonim 66 yoshini qarshi oladilar. Shu munosabat bilan onajon tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbdan tabriklayman. Umringiz uzoq, xayrli, barakali bo'lsin. Allohim baxtimizga doimo sog'-omon bo'ling va ona haqida qo'shiq kuylavermoqchiman. Marhamat. Juda yaxshi bo'lardi. Hey onam, mehribon onam, kech kelsam meni kutgan, sog'inib g'amlar yutgan, ko'ksiga boshim qo'ysam, darrov g'amin unutgan, onajon kulib yursang, qayg'udan yiroq yursang, ko'nglim qo'shiq istaydi, yurak qayg'u bilmaydi, onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi, onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi. G'amxonam o'zing deymu, parvonam o'zing deymu, ko'ksiga boshim qo'ysam, paymonam o'zing deymu, onajon kulib yursang, qayg'udan yiroq yursang, ko'nglim qo'shiq istaydi, yurak qayg'u bilmaydi, onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi, onasi bor odamlar hech qachon qarimaydi.
Rahmat, juda ham chiroyli, shirali yuraklarga ovozingiz kirib bor bordilar. ekan. Haqiqatdan ham. Juda ham chiroyli. Onangizni ham tabriklaymiz kelayotgan tug'ilgan kunlari bilan. Shu o'rinda bizni yana bir inson onalari bilan tabriklayotgan edilar, tabrik yo'llagan edilar. Ya'ni efir uzatish ustasi, bizning telekanalimizning ajoyib xodimlaridan biri Asliddin kecha bo'lib o'tgan oyijonlarning Galina Raimovaning tug'ilgan kunlari bilan tabriklamoqdilar. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimizga doimo sog' bo'ling demoqdalar. Boshlangan yangi yoshingiz omadli, muvaffaqiyatli bo'lsin. Barcha orzularingizga erishing degan ajoyib tilaklarni yo'llamoqdalar va biz ham Galina onani yangi yoshlari bilan tabriklaymiz. Doim bizning ham baxtimizga sog'-omon bo'lsinlar. Mana shunday ayyom bilan demak Asliddin Bekni chin qalbdan muborakbod etamiz. Albatta Asliddin o'zini bir samimiyligi, bir odamiyligi bilan albatta mana shu jamoamiz orasida ajralib turadi. Muborak bo'lsin albatta onajoningizni tavallud ayyomlari. Va bizda ajoyib musiqa ham o'qib qo'yib eshittiriladi va undan oldin esa bizda tabriklar bor, ularni ham yo'llab qo'ysak va barcha onajonlar uchun esa maxsus taronani birozdan so'ng eshitamiz. Bizda assalomu alaykum, men Kosondan Elyor Ernazarovman. Barcha qashqadaryoliklarga salom, fayzli kun, ijodkorlarga omad degan ajoyib tabrik bilan boshlandi. SMSlarimiz. Va Zebunisa opa Sultonova yuboryaptilar. Bizni doimiy muxlisimiz. Assalomu alaykum, fayzli kun boshlovchilar. Tong xayrli, mazmunli bo'lsin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mehmonlarimiz ham juda zo'r chiqish qilishyapti. Omad yor bo'lsin debdilar. Albatta. Va bizda ajoyib tabriklardan tashqari taklif ham yo'llaydigan muxlislarimiz bor. Fayzli kun ijodkorlari, rahmat sizlarga. Mantiqiy savol-javoblarni ham tashkil etingizlar, juda qiziqarli bo'lardi degan takliflarni bildirmoqdalar. Hurmatli muxlislar, fikrim ma'qul bo'lsa, reaksiya bilan qo'llab-quvvatlangizlar debdilar. Reaksiyalarni kutib qolamiz. Shunga yarasha biz ham o'shanga qarab, demak, taklifingizni qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat taklif uchun. Fayzli kun boshlovchilari, sizlarga yangi tong muborak bo'lsin. Qashqadaryo ahliga tongi salomlar deb qolibdilar. Shohsanamxon Nabiyeva, rahmat. Va bizning doimiy muxlisimizdan ham tabrik yetib kelibdi. Assalomu alaykum fayzli kun ijodkorlari, yaxshimisizlar? Bugun meni eng go'zal, oqila, saranjom va sarishta, yuzlaridagi sehrli kulgu, o'ziga doimo yarashgan singlim Muxlisaxonni tug'ilgan kunlari. Shu munosabat bilan Muxlisaxonga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Kuyov bilan qo'sha qarib, shirindan shakar farzandlarni ota-onasi bo'lib yursinlar. Qalbida nimaiki yaxshi niyatlar bo'lsa, barchasiga yetkazishsin, deb Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Madaniyat qishlog'idan tog'angiz Shavkatjon, yangangiz Asilaxon hamda mittigina jiyanlaringiz Dilxushbek va Pokizaxonlar chin dildan tabriklaydilar. Bir muxlisimiz esa bir ajoyib she'r yuboribdilar. She'rni keyinroq bir dasturimiz davomida o'qib eshittiramiz. Yana bir yurtdoshimizdan kelgan, demak, butun vohadoshlarimizga alangalik salom, tong xayrli bo'lsin deb qolibdilar va biz esa dasturimizda davom etaveramiz. Va barcha vohadoshlaringizga bugungi kun muborak bo'lsin, fayzli kun ijodkorlarga omad debdilar. Mana shunday muxlislarimizni e'tibori bizni ham xursand qiladi. Sizlarga ham kun fayzli va omadli bo'lsin deymiz va yuqoridagi barcha onajonlar uchun va atalgan maxsus taronamizni qo'yib eshittiramiz va shu o'rinda mehmonlarimizga ham katta tashakkurlarimizni bildiramiz. Keyingi dasturlarimizda kelganingizda yana muvaffaqiyatlar bo'laversin. Maqtanib to'ymaylik, aytib to'ymaylik, to'g'rimi? Salomat bo'linglar, bayramni yaxshi o'tkazinglar. 2026-yil keladigan siz uchun bir muvaffaqiyatlarga, yutuqlarga boy bo'lsin. Albatta, yaxshi kunlarda ko'rishish nasib etsin sizlarga ham. Demak, tarona bilan dasturimizni davom ettiramiz.